Hazrat Rumiy bobomizning hikmatlari beqiyos, benazir va biri-biridan go'zal. Jumladan deydilar: asl ishqni guldan gulga tinim bilmay qo'nib uchib sayrab yurgan bulbuldan emas, o'zini olovga urib unsiz jon berayotgan parvonadan so'rang deydilar. Aslida bu hikmatda ma'no nihoyatda ulug'vor. Har qanday inson asli ishq mevasi, ishq uchun yashaymiz. Hayotimizning mazmuni va kunlarimizni barakati ham ishq bilandir. Go'zal navolar, sohir ovozlar ham ishq bilan vobasta. Do'stlar, siz xushvaqt loyihasini tomosha qilyapsiz. Asl ishqni hosilasi bu ham va bugungi ko'rsatuvimizni Aziya Art restoranidan olib boryapmiz. Kuylash navbati Buxoroy Sharif G'ijduvondan tashrif buyurgan xonanda Jo'rabek Shirinovga, Jo'rabek akamizning yallalariga raqqosa Sojida Beknazar bahrom aylaydilar. Davom etamiz do'stlar.